Quyosh panellaridan kam tok olishning top 3 xatosi. Effekt past bo'lish ehtimoli bor. Bu narsalar quyoshdan kelayotgan kuchga qarab tanlanadi. Yuqori kuchlanishda qizib ketmasligi uchun va bir-biriga erib yopishib qolmasligi uchun. Demak, sizlar bilan hozir bizni xodimlarni fishkasini ilindik sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Bekzod Nabiyev, Aris Solar korxonasida direktor yordamchisiman va proyekt menejeriman. Umumiy bugun sizlarga quyosh panel o'rnatishda va kam tok olishning top 3 xatosini gaplashib o'tamiz. Buning dastlabki birinchi umumiy qaraladigan xato panellarda gradus va radiusning noto'g'ri tanlanishi. O'zbekiston hududida panel uchun eng muqobil gradus bu 180 gradus 365 kun uchun to'g'ri deb topilgan. Chunki 180 gradus, ya'ni janubga qaratib qo'yilganda panel ustidan quyosh ertalabdan kechgacha aylanib o'tadi. Aynan boshqa graduslarda kunning ikkinchi qismida yoki birinchi qismida tegib, effekt past bo'lish ehtimoli bor. Buni radiusi 35 radiusgacha deyilgan. Lekin bu aynan tom yoki zdaniya joylashgan joy nuqtai nazaridan keltirib chiqariladi. Misol qaysidir joyda 15 yoki 20 radiusga ham to'g'ri kelish ehtimoli bor. Asosiy qaraladigan nuqta bu 180 gradus. Lekin sizda tomingiz 180 gradusga to'g'ri kelmadi, optimal yechim qilish uchun to'ldirib ko'proq tok olaman desangiz, bu yechim ham ma'qul. Lekin kam tok chiqishning birinchi sababi mana shu gradusning noto'g'ri tanlanishi. Ikkinchi sabab bu panelda kabel va avtomatlar deb oldin ham aytganmiz. Aynan avtomatlarning noto'g'ri tanlanishi, ya'ni voltaj va amperlari. Bu bo'yicha hozir pastda mutaxassisimiz bilan maslahatlashamiz. Quyosh panellarining kam tok ishlab chiqarishini ikkinchi xatosi bu aynan avtomatlarning nomuvofiq tanlanishi. Hozir bu bo'yicha mutaxassisimiz Asliddin akam, Otabek akam bizga umumiy tushuncha beradi. Ya'ni 100 kilovatlik stansiya uchun biz aynan qanday avtomatlardan foydalanishimiz kerak? Eng optimal tok olishimiz uchun. 100 kilovatlik stansiyamizda biz hozir 32 amper 1000 voltlik predominantlarimiz va 25 amper 1000 voltlik 4 volt DC avtomatlarimizdan foydalanganmiz. Bu narsalar quyoshdan kelayotgan kuchga qarab tanlanadi. Bu narsani o'z mutaxassislariga ishonib topshirgan ma'qul. Aynan bu avtomat nima uchun qo'yilgan? Bu avtomatimiz ASI avtomat, ya'ni davlat toki ulanishi uchun bu ham to'g'ri tanlanishi lozim. Demak, voltaj va amperlarga to'g'ri ahamiyat qilish kerak. To'g'ri ahamiyat qilgan. 100 kilovatlik stansiyada xuddi shunday avtomatlar tanlangan. Agar bu 200 yoki 500 yoki 5-10 kilovat bo'lsa, u bo'yicha ham boshqacha quyoshdan keladigan kuchga qarab avtomatlar tanlanadi. Demak, sifatli mutaxassis, ishonarli korxona sizning muammongizga yechim beradi. Asliddin aka, nima uchun siz aynan avtomatlar va predominantlar orasini ochiq tanlagansiz? Ochiq tanlaganimizga sabab bu yerda havo aylanishi uchun. Chunki nimagaki katta voltaj va katta amperajda yuqori kuchlanishda qizib ketmasligi uchun va bir-biriga erib yopishib qolmasligi uchun orasini ochiq qoldirganmiz. Demak, sizlar bilan hozir bitta bizni xodimlarni fishkasini ilindik sizlarga. Uchinchi sabab, demak, panel va invertor o'rtasidagi masofaning uzoqligi. Ya'ni DC kabel deyiladi. Paneldan invertorgacha bo'lgan kabelning ko'p, ya'ni uzoq masofaga tortib borilishi tok yo'qotilishiga olib keladi. Birinchi sabab demak, panel gradusi noto'g'riligi, ikkinchisi avtomat voltaj va amperajlar noto'g'ri tanlanganligi, uchinchisi panel va invertor o'rtasidagi masofaning uzoqligi, ya'ni DC kabelda. Bu uchala sabab sizda aynan energiya samaradorligini tushirishga olib keladi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan quyosh panelidan kam tok olishning top 3 xatosini ko'rib o'tdik. Aynan sizni ham qandaydir muammo bezovta qilayotgan bo'lsa yoki kam tok ishlab chiqarishga sabab bo'layotgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz bu bo'yicha ham bepul video olishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.